Rabbing kim? Rabbim Allah. Payg'ambaring kim? Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Kitobing qaysi? Kitobim Qur'oni Karim. Qiblang qayer? Qiblam Kabatulloh. Dining qaysi? Dinim Islom. Tilaging nima? Tilagim iymon. E'tiqoding? E'tiqodim ahli sunna val jamoa. Qachondan beri musulmonsan? Almisoqdan beri. Almisoq nima degani? Alloh taolo ruhimizni yaratib, ulardan va'da olgan kun. Do'stlaring kimlar? Do'stlarim chaqirganlar. Ular kimlar? Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Alidir. Seni kim yaratgan? Alloh taolo Nima uchun yaratgan? o'ziga ibodat qilish uchun. Ibodat nima degani? Alloh taoloni aytganlarini qilish. Malades qizim. Sen kimni yaxshi ko'rasan birinchi? Alloh taoloni. Undan keyin kimni yaxshi ko'rasan? Tez ayt. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Undan keyinchi? Ota-onamni. Undan keyin Barcha mu'minlarni. iymon kalimasini aytib berchi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Uning ma'nosi nima edi? Allohdan o'zga ibod yo'q. Rasululloh uning elchisidir. Malades qizim. Endi Kavsar surasini aytib berchi. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad. Alloh samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Malades qizim.